polnusi navorot qilingan Lacetti avtomat korobkasidan ko'rsatamiz. 2013-yil holatlari vashshi chotga turibdi. Bitta ko'ringlar, ko'radigan joy. Birinchi bo'lib oldidan boshlaymiz. Oldini ko'ringlar, qanday chiroyli holatda keltirilgan. Polnusi sporlar ketgan, kurgavoy hamma joyiga. Shunaqa chiroyli ko'rinyapti o'zi ham. Mana bunaqa chiroyli washing diskalar o'rnatilgan. Mashinamiz kraska top-toza, birolta avtomat korobka 85 ming ataga yurgan ekan. Mana sizlar salon turibdi o'zi ham. Vashshi idealniy turibdi do'stlar. Mana bunaqa multi-rollar, evapoliklar, avtomat korobka, mafonlari bor. Mana bunaqa tuningovый tablotchalarda turibdi do'stlar. Mechigar pod, video registrator. Xullas, hamma narsalari bor. U yog'ini ko'ringlar. Mashinamizga mana bunaqa pistochni stoplar qo'yilgan. Mana orqalarini ko'ringlar, qanday chiroyli holatda turibdi o'zi ham mashina. Любой odam ko'rsa havasi keladigan darajada turibdi. Mashinamizning narxini 8700 ga kelishtirib qo'ydik. Yana kelishlarda pastdagi nomerlarga srochniy murojaat qilinglar. Albatta, bunaqa Lacettilar bozorda o'zi narxi nech pul bo'lishi kerak? Bu haqida ham kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Kraskasi top-toza, biz xarajat pastdagi nomerlarga murojaat qilib sotib olsangiz bo'ladi.